Sizlarning hikoya bayon qilish do'stinglar Tumar. Men faqat hikoya bayon qilmoqchi, hikoyaning egisi emas. Muhabbat beg'idagi bir jup shapaqchi 13-qism. Muchibalning yiniga chiqqichidek ichimda ming xiyolim botdi-da. Buningdan keyin izlashib qolamanmi? Unutib qolamay mushibalni yana oldiga berib solamanmi? Bakrak yo'ldurs erib qolamanmi deb ko'nglimda yana boshqa ishkilinishlardan chiqqan. Bir hisobda mening eng yig'rimni tatlaydigan mushibalning og'zidan chiqayotganim yaxshi bo'ldi. Ko'nglimdagi muhabbat shamini bu bola shu so'g'aq suvdan biraqli o'chadi-da. Bumi balki mening ta'limni deb o'yladim. Atdiganda bu bol degan menga hur vaqirsiz ko'nglimni qo'qiyotgan, ammo meningmi yiliqi tishanimdan ishib ketgan, ma g'ururimga tekayotgan gap sizning dadangvam degan. Ajoyib ichimda ko'milib qolgan bir qor kuchimni chiqarib atgan badnimdan. Hayotimda men o'g'il bolani urush emas, biroq qiz bilan chashishib ya tilab tukurishib urush baxmagan adam, yoqqilariga isida vaqirab tug'ilg'iniga to'yg'izib atdim. Butun dunyodagi satgaplar bilan tillab, azlakdan azlakka, boshqa birimdan boshqa birimga tillab, yoqqillarni jitib, meydlarga mushulan urib, tukurib, o'zim qo'rq ketganda, mabala chiroyim qarab qit qoldi. Bu kuni ikkimiz o'zimizning abdibashirsini qarshi tarafga oshkorlab berdik-da. Qara qit qoldi chiroyimga. Balkim ikki bolasining opasimi shunchalik vaqt uy tutib, buning bundaq advini beramagan bo'g'aydi. Endi yana bir qitim qo'limga isildigan bo'lsang, o'zing nada ko'rsankin dedim. Yo'lda tutib mashina tusab, o'ddil uy ketdim. Mashinaga chiqib bo'lib, bir yoqdan kulgim keldi va o'tgan kechgan biroz ko'rib qolganmidi abay turqimni. Necha vaqtdan degan onam bulishib, dunyoda bizdek baxtlik oshiq mashq yo'qdi. Bugun ajab bir satlashdimi haqni oldida. Ajab bir numusni qarib qo'yib, ma-birim bilan urushib ketdimi deb o'zim kulib ketmaydi xiyolim bilan. Birdan o'tirib ichimdan bir jig'i chiqdi, yili kulib, yili jig'lab sarangda qilib ketdim. Sho'pir meni ishchi oldida deb qoldim-ku, yilidan yilg'imda keyinga qarab qo'ydi. Qarab baqsam men hech qanday aroqning purg'i yo'q. Saq-salomat uyimga kelib oldim. Uning oldida qapaqlarımı ishib qilib birga bağan kechining oyoqqa jig'lab. Ma ish plasdan endi jig'lab teximi ishidi o qapaqlar. Uyga kirsam, "Uy bolam, nima shop ketdi" degandi opam. Uf deb bo'lib, apa shunda yeniklab qoldim. Oldiga chiqib ikki qiz yo'ldurs erib qolamanmi deb shundaq bir ishkilinib chiqqan yiniga. Xotinning gapini deb bo'g'ich abdibashirsini oshkorlab, tillab tukurib haqning qizni ajoyib satqiliq qilib ketdi. Ikki balam ashtaq bir eskining quliga tushib qolmasin deginingga qutulib qopdim menda bir nachardan. Eng oxirida men ikki qiz gapni o'nglab qilolmay qoldim-da, dodang bamite deb jonjidimda o'tkazib o'tgandi. Tug'ilg'iniga to'yg'iz yetib keldim. Shunchalik yengilab qoldim opa. Sening ishing ochiqomsun. Buningdan keyingi kunlarimda buni aslasam, xiyolim kelsin, mening ishim ochiqug'dak, vi bunda quvasam bo'pti-ku degidek unda o'kinishim qolmadi. Bek xotirjam bo'ldi deb boshlatsam, "Yey, nima deydigandi bu" degandi opam. Darvozaning oldida ko'rishgandan tortib, opamning yoniga yinib kirgich orliqdagi butun ishlarni deb berdim-da, oyajon o'tirib. Opam oldida deb oldi, og'zim qarab, keyindan yiliq o'zim do'rab, oyoqlarga isilib urush ketganimni ko'rib degan kulib ko'zidan yosh chiqib ketdi. "Vi, bolam, mening bo's ma'ngshish bir mijiq cho'ngib qolmading. Ocham bir sening yeriming do'rg'amiz shunda xotirjam bo'latdim. Xeyli umdan daksini yurib degansa, xo'shib qoldim bolam. Bo'pti, yaxshi qilibsan. Bundan keyin avar qilmasin" degandi. Voy, endi yuza qancha bir Abduxalqning chambusim kelmas, opayinimga oqtaqliq qartaqlashib, tillab tukurishib, bugun ikkinchi qarashmaydigan qaytib keldik. Hayron qolaman-da. Men hali hikoyaning orlig'i deb bergan kichigimda bir cho'ngan do'stim bor, u necha yurgan degan. Muhabbatlan 2 kunni bir urushdi. Ash ikkinchi izlashmaydiganga o'rilib ketadigan, voy bo'ldi, o'rilib ketdim deb yinib kirdi, 2 kundan keyin aplash qoldi. 10 necha yil yurdi. Ma ikkimiz tunishgandan tortib bir oyga yaqin orliqda bir aqitim sampan deyishmay, urushib qolmay, voy sili o'zir deb degan mushtaq bir-birimizning izlat o'rimtimizni qilib yurayotgan odam. Birla urushdik, ikkinchi qitim bir yuz ko'rishlik imkoniyatimizni qo'ymag'inimizga hayron qolmanda men. Opam, "Bo'pti bolam, men sizni ish chog'irg'ini ko'tiraman, o'lib ketamki" deb pek ansirgandim. "Sen qarab xil xotirjam bo'lib qoldim" degandi. Xotirjam bo'lib, apa ishimni xil bo'shitib oldim dedim. Haqiqatan ishim bo'shab qoldi. Balkim mendan boshqa qiz olganimsa, men qizim cho'p yo'tib o'tdi bir oy. O'zimni shunchalik ishtik o'ngishib oldim. Ammo men atrofimdagi har qanday bir odamni o'ylamadim. "O'sh, haq nimda istimamdi. Haq uchun yashamdim" dedim. Yo'q. Hammadan bakash maktabimdagi bal mush gaplarni anlaqas qanday ular deb shuningdan numusga ketdim. Chunki o'z vaqtida to'xtab turing, o'tgangizni bismillah, men ikki qiz gap qilib qo'yay, men gapimni anglayib, ana tilasingiz maydisi unumay degan, yo'q zodi men sizning gapingni anglamayman deb degan tuflarni qo'yib o'tgan haqdan. Bir eg'iz gap qilgan fursat bermagan. Endi bir yo'llarda uchrab qolsa, qaysi yuzim bilan qaramal deymayli qibalga, bek beyaramchilik. Hech kimda numus qilmagan, shu baldan bek numus qildim-da. Oxir maktablarimiz bitdi, diplomlarni qo'lga tegdi.
Apamning arzusi bo'yicha dadamning idorasiga garchi to'xtamliq bo'lsa-mu xizmatga tushib turdim. Endi dadamning idorasiga xizmatga tushib oldim degani bilan oraliqdan xeyli yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, ani palonning qizi desa, dadamning qanday sharoitga ketib qolgani quloqdan quloqqa yetib, bir tilla dastan bo'lib ketgan shugan ekan. Haqda beshimdan oyog'im qarab qoldi ekan. Ani u gapni faqat opamga deyishni xohlamadim. Chunki kichigimizdan opam shu gapdan baq qo'rqdi emasmi? Bir turib achchig'im keldi, bir turib "Osh, nimsang deyishmamsa dadamlar bir haqni yo'tqilib mantiq qo'ygan edim" deyman ichimda. Şol idoraga bordimlan bu yerda men muhabbatlashib, undaq zehnim chachilgan odam bo'lmagan ekan, xizmatga ishtiqlam kirishib ketdim. Idoraga boshqalarning xeyli ko'zi ko'rinib ishildim-da. Maktab butagandan oyoq maktabda shpal faqat yo'lladim, ezib uchrab qolmaganman. Shu to'yga olsam bu bal uchrab qoldi. Yilqi balni ko'rib, xuddi yinimga kep mening tomoshamni ko'rib, bir gapchi qolgandek bilinib, qirdigan tushib topamay ketdim-da. Kechki to'yda mush bal meni bir ko'r qamisi buldi, o'ttaga yerimni deb tursam bu bal kep tangsıltatqanda, dedim. Qo'paytsam mabalning ses qipidan qo'rqaman. Qo'pmaytsam atrofimdagilarni oldi bu balni mazashtirib qo'yman. Dazdatmay qo'pay acha deb chaqchaqaganda hamma qilib qo'plamishkimiz voy ko'rishmay uzoq qo'pdi deyishib, yana yiliqi burunqi kayfiyatdan shunchalik yaxshi paranglashdik. Yo bu bal ortiq gap so'rmadi. To'y tugichilik ikkimiz o'tirdan tushmay o'yindiq-da. Voy bu qo'rqmay tangsıltatqanaz qargan ma'abdingiz yo'q o'xshamamdi dedim og'zim qichishib. Ağzım xaqlam uzut qo'yibdi. Şunun qo'rqmay tatdimg'u deganda kulishga tuq bir-birimizning gapini anglab. Bu bola bilan mijozimiz shunchalik kelishadigan turib, men abalning chiroyini chiroyli ekan deb bilan buni shunda bir yuz o'rib aytganda, to'yda inib bu bola meni uyga olib qo'ymoqchi bo'ldi. Ikkimiz to'ydan chiqib yerda ma'ndoq birdan paranglashib. Ha, maktab bitiriblam to'yini qilgan nochi deganda, ashta gap bilan davomsin debmi yo'lladim uchrab qolmizga deb o'ylab ketgandim desam, yo'q deydigan gap bor, demaydigan gap bor. Aş vaqtlar mende sizning samazga sap qo'yay desam, gapim qulqingiz kirmadi. Siz yurgan tish doktorininki ayolining inisi mening og'inam bo'ldi. Sirtdan tunsam u bolaning kimligini men bilgachga, bunda bir ko'nglingizga sap qo'yay, maqsad puritib qo'yay desam degan to'xtib ketgandek sakrab mushtaq ketdingiz. Bo'ptundaz burniga yeganda to'xta deb dedi. Keyin anglasam u bolmi dahshat o'ynaydigan bolga. Endi sizmi, menmi bir-birimizni e'tirof qilgan o'xshash yapaqchilar. Lekin men shapaqchusam o'z oldimga prinsipim bor. Olima degan qizlarni ayrim, o'ynaydigan qizlarni ayrim etmaydigan. Men shu sizni maktabda qo'g'lashgan vaqtimdan boshlab mush qizlarni olima deb niyat qilg'ashqa, men sizga shunda kirishib qilsam, siz qo'ng'izlab yuzingiz chaplablam abaldan keyindan ketib qoldingiz. Men unda uni kino ko'rib, buni tomoq yeb juguni bilan birasini qo'ldan tutib olaman deb yurvaqdim, tek anglamagansiz. Degandek kulib ketdim men gapni anglab. Mening og'inlarimmi adash oshqizonlar mijozinglar bak keldi. Sen bu shapaqchi oqzon ajoyib shoq qizalga guli-guliga xili-xili kelib ketgan tanglar. Ajab bir qo'ldan chang tutamdan deb og'inlarimni xili zangli qilgan meni. Endi sizmi bog'laqdan bo'shnibsiz. Men bu osmondagi uchib yurgan erkin qushdim. Endi ikkimiz bir qafasga kirib olsak bo'larmi deganda, gapni olib kulib ketdim-da. Men sizni mo boshqalardan tomoq yemingiz ko'rib turib, mening sizni tashib boshqalar yurib kelganimni bilib turib, ikkimiz to'y qilamiz desam, o'zini tutquz qo'yganmiz ya deb o'ngdima bola. Chaqchaqdan chiqib biroqlam shuni astoydil qantim men chuch ketdim. Tuzuk yaqlan mijozini bilmamsiz mening texi desam, astayringiz buğaşqa shu qo'rqmay biroy kirayl davatman deganda, aqini vaqt o'tib qolsin, izlashmay to'yda uchrab qoplam. Bugun kechib ketdi, aytib degan to'y qilamliq deydigan bu o'ynashgan kichik balaning bir mehmondachi qilmasa, shu telefon nomerlarimizni boshqadan kirgizib, bu bola bilan yo'qoy boshlanib ketdim-ku. Bu bola maktab bitiriblam. Shundaq yaxshi bir idoraninki imtihondan o'tib rasmiy xizmat jo'plam o'rlashib ketgan. Bularning oilasining iqtisodlari shunday yaxshi, ota-onalarim shunday yaxshi idoralarning xizmatchilarida. Tegi yaxshi xalqlarning bolalaridan bu bola ashtaq oilaning bolasi. Ko'nglimda o'ylab, yana yig'in topsam, qachon tushunib, qachon tunishib, qo'yimizni ko'tarib to'yimizni qilib qo'g'ichi. 18 yoshimda turavermayman, 20-dan chish kirib bo'ldim. Mush boladan ko'nglim to'xtaymi-ya deb o'ylab qoldim. Bir kun tomoq yeyib dedim. Am chaqchaqni qilishdik, og'irlikni baqdik. Ikkimizdan ikki yaxshi shapaqchilikni qilib baqdik. Ko'nglingizni rost to'xtatdingizmi? To'y qilgan niyatingiz bo'lsa, ikkimiz astoydil muomala qilib uyimizga deb chiroyli yuraylik. Meni bir qitim ahmoq qilib baqqan bu deb, bunda ahmoq qilib tashiyotgan niyatingiz bo'lsa, joyimiz to'xtab qolaylik. Men unda vaqt sayqidek yashirim emas, sizmi kichik emas deb ashta desam, men ko'zingizga bir parcha o'yin qilib ko'rdim-a. Shundan so'ng men olaman dedim-mi? Olaman. Men biroq qizal hozirg'icha talab qo'yib yurmaymi deb baxmagan, sizni olaman deyaptimi? Siz ko'nglingizni to'xtatsangiz to'yimizga tayyorlik qilamiz. Men sizdan so'rsam to'g'ri bu gapni deganda, siz ko'nglingizni to'xtatib bo'lgan bo'lsangiz, men uyga kirib opamga deyman, bunda bir bola bor deb, mening to'y qilgan nishonim bor deb. Sizmi dang, menmi deyman dedi bu bola. Bo'ptila opamga desam, deyamda uyga kirib opamni misol xotirjam qilib qo'yay dedim.
Çünkü tish doktorunun işinden keyin apam shunchalik andishiga tushib qolgan. Endi bu vaqtda acammo ko'ngildagidek birsini tepib, ishiklarni ichishib, to'ylarining kunlari bekitilib bo'lgan vaqtlar 2 oy o'slam acamning to'yi bo'ladi. Acam agar faqat ko'ngildagidek odam uchirmay qolsa, mening to'yimda fursatchang tutib berasin deb balasiga deb chaqchaq qilishadi ikimiz. Uyda apam bilan acam vaqtida kirib, oldida maktabda aralashgan bir bal batdi, biz qaytadan tepish qoldik. Shu balani to'y qilay deb o'ylashotmansam, apammo acam shuna qo'shib ketdi. Apam o'tirib so'rab qoldi. "Voy balam, kimning balasi o'g'iydi?" u deb. Ata-onasi modayel ishlaydi-ki, apsingsin palanka, dadasingsin palanka deb ishtatsam apam, "Voy tunishimiz biz ular bilan yosh vaqtlarimizdan tatib bilishadigan qiqlar. Bek quyuq badi keldimiz bo'lmishmi? Tunishligimiz bor. Bo'pti balam, tunimaydiganlarla aralashib burningga yeding. Tuniydigan odamlarning balalarini topsang ishlam yaxshi bo'lib ketadi" deb apam xil xush yo'ldi-da. Ata-onalar xil yaxshi qiqlar ularning deb. Oraliqdan 2 oy o'tdi. Acamning to'ylarini saq-salomat o'tkazib oldik. Apamning xil arduqlari chiqib qoldi. Shu to'ydan keyin o'tirib, acamning to'yini qilib oldim. Seni bir saq-salomat erning qo'liga topshirib olsam, mening rasmiy ardug'im chiqdi. Bo'lsa sayohatlarga chiqib, o'zimni tosh yutib bir oramab kelgan bajimo. Do'konimni o'tkazayotgan ba, ishensang pechini pranikning purqimi go'min qildim hozir. Ishqinlarni o'qitib, puldan qismay xizmatlarga o'rinlashtirib u do'konmo yaxshi asqatdi menga. Lekin shunda yer ketgan vaqtlarimda mo'y to'xtab turaman, 2 balamning rasxoti bor. 2 balamni o'qish puli bor deb shunda bo'ynimdan so'ragandek chiqqan vaqtlarim bor do'konga. Hozir bir turib o'ylasam, yelim ashuncha hunar bor ekan tuqulum deyman. Bir turib o'ylasam, ajoyib charchabdim balam degandi. Oy apa aşkın kemiz do'konning ochish qilam o'tkazdi. Do'konimda o'zing qiynaysa, meningmi achamning muqim kirimiz bo'ldi hozir. O'zingning pensiya maoshing va nimda japa tatsa desam, sening to'yingni qilsam cho'qqim sayohat ko'rmayman deb boshladi apam.